Yaxşımısınlar to'rdoshlar. Men shu Inomjon muallimning to'rt darslikka setib kinoga o'quvchi bo'lmay. Men kinoga bir oyda bir yarim oy vaqt bo'ldi. Shu ben nol seviyedan boshlab o'rgangan. Hozir darslikka 66 soat darsni o'rganib bo'lay deb qoldim. Undan sirt shu Inomjon muallim to'g'ri chiqargan yoki boshqalar chiqib to'g'ri chiqargan shu darslikda yo'q boshqa narsalarni o'zim bir qarab aytolgandek seviyaga yetdim. Shu to'rt darslikni setib o'rgansak o'rgangan bo'larmi deb fikirlanayotgan to'rdoshlarning ishkilanmaymi shu Inomjon muallimning to'rt darslikni setib o'rganishni tavsiya qilaman. Hozir sizlarga shu o'zim yoqtirib anglaydigan, yoqtirib aytadigan so'ygan birsini degan naqshni aytib bermoqchiman. Yoqtirib anglaysizlar. Hayatım sen hep bana etkan sözlerimni unuttun mu sen? Sensiz yaşaş bana zulmet hep sözlerini etman bu sen. Taşlap beni